Akkumulyator istesiz o'tirib qolyaptimi? Originalda berishyapti, 6 oyga yetmay o'lib qolyaptimi? Hozir sababini nimadanligini aytib o'taman. Akkumulyator ikkita sababga ko'ra alishtiriladi. Birinchisi, 3 yil vaqt ichida yurib berib, o'z vaqtini o'tib bo'lgandan keyin musorga olib tashaladi, yangi akkumulyator qo'yiladi. Ikkinchi sababi bo'lsa, generator tok bermay qolib, bermay qolib yurganda bir akkumulyator 5 marta o'tkazib qo'ysanglar, ana o'shandagina alishtiriladi. Akkumulyator alishtirishga shoshilmaymiz. Birinchi bo'lib servisga borib tekshirtirib ko'ramiz. Har bitta servisga borganingizda elektrigi bor, pulida mana bunaqa tester bo'ladi. Bu testerda voltmetrajga qo'yib bitta akkumulyator tekshirib olamiz. Olib kelibdi zavodga boring. Yana bitta. Bo'ldi. E'tibor berib turgan bo'lsanglar, akkumulyator quvvatini 10 volt ko'rsatyapti bu akkumulyator. Bu o'zi aslida 11 volt ko'rsatish kerak. Stator qo'shayotgan payti bo'lsa 10 voltgacha tushishi poложение. Agar xuddi shu mashinaga o'xshab 9, 7, 8 voltgacha tushadigan bo'lsa, unda srochda akkumulyator alishtiriladi. Tekshiruv paytida akkumulyatorni stator aylantirayotganda 10 voltdan tushmaydigan bo'lsa, lekin tezsiz o'tirib qolayotgan bo'lsa, unda muammo generatorda bo'ladi. Srochni generatorlarni remont qildirishlarini maslahat beramiz. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'yinglar. Bir kun kelib foydasi tegib qoladi.